Mana shu Ishtixon tumani Xonaqa mahallasi, Xonaqa qishlog'ida juda bir katta tantana, bir juda ajoyib kun. Bugun butun mana shu ustozlarimiz, o'quvchilarimiz, faxriylarimiz, mana shu hoji otalarimiz, onalarimiz barchalari juda xursand, juda bir ajoyib kun bo'ldi bizning mahallamiz ahli uchun. Sababiki mana shu 42-o'rta maktabda qo'shimcha 200 o'rinli o'quv binosi, faollar zali, yangi kutubxona va oshxona binosi qurib foydalanishga topshirildi. Buni juda xursandchilik bilan qabul qildik. Avvalambor ta'lim sohasiga e'tibor berilayotganligi uchun mana shu prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, umuman mana shu rahbariyatga juda o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. 5 milliardga yaqin mablag' sarflanib, maktabimiz homiylik asosida qurib bitkazildi. Homiylarimizga ham juda katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'ylaymanki, kelajakda bu yerdan mana shu yaxshi sharoitlarda o'qib, o'quvchi o'g'illarimiz, qizlarimiz bir ajoyib insonlar, olimlar, bir yaxshi bir martabali insonlar yetishib chiqadi degan umiddamiz. Mana shu yaratilgan sharoitlardan ustozlarimiz ham bir unumli foydalanib, mana shu yoshlarimizga kelajakda yaxshi ta'lim tarbiya beradi degan niyatdamiz. Maktablar muborak bo'lsin hammalaringizga. Rahmat. Mana bugungi kunda muhtaram prezidentimizni yoshlarga bergan, ko'rsatgan siyosati faqat ta'lim va yana ta'lim deyapti. Mana shu bizning Ishtixon tumanidagi 42-umumiy o'rta ta'lim maktabi 2024-yilda qurilish ishlari jarayoni boshlanib, 2025-yil mana aprel oyida topshirish demak marosim bo'lib o'tmoqda. Bundan oldingi maktabimiz 1989-yili hashar yo'li bilan qurilgan edi. U o'quvchilarga ancha qiyinchiliklar tug'dirgandi, chunki kichikroq maktablar edi. Hozirgi mana tadbirkorlar tashabbusi bilan, shaxsan viloyat hokimimizning, tuman hokimlarimizning tashabbusi bilan maktab qurildi. Bu yerda eng avvalo prezidentimizning o'quvchilarga, yoshlarga ko'rsatayotgan siyosatida yana bitta narsa borki, bu yerda o'quvchilarning oshxonada demak ovqatlanishi. Bu demak qurilgan binoda oshxonamiz bor, kutubxona, ya'ni o'quvchilar uchun demak o'quv adabiyotlari bilan demak to'ldirilgan kutubxona bor, kompyuter xonasi bor va yana shu bilan birgalikda faollar zali bilan demak maktabimiz qurilmoqda. Biz mana shu tadbirkorlardan, tuman hokimimizdan, viloyat hokimlarimizdan minnatdormiz. Nafaqat biz o'qituvchilar, balki qishlog'imiz faollari, o'quvchilar demak kattadan katta minnatdorchilik bildirmoqda. Xudo xolasa olimpiadada, jahon chempioni bo'lib olimpiadada o'rin olsalaring, mana 3 xonali kvartira Samarqand shahridan deyapti.